Shu kunlarda energiya resurslarining iqtisod samaradorligini oshirish va muqobil energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini oshirish maqsadida Jizzax viloyatida keng qamrovli targ'ibot va nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Natijada tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi ortiqcha yo'qotishlar oldi olinib, aholiga barqaror energiya manbalarini yetkazish choralari ko'rilyapti. O'zbekiston 2030 strategiyasini 2025-yilda amalga oshirishda eng muhim bo'g'inlardan biri bu yashil energiyaga o'tishdir. Aynan Jizzax viloyatida ham bugungi kunda tabiiy gazni iqtisod qilish va undan samarali foydalanish, shuningdek elektr energiyasini muqobil energiyaga almashtirish orqali ham aholining, ham yuridik iste'molchilarning iste'mol madaniyatini yanada shakllantirish borasida manzilli ishlar yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq Jizzax viloyat prokuraturasi xodimlari va ta'minotchi korxona vakillari tomonidan manzilli ishlar yo'lga qo'yildi. Natijada energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish tizimini takomillashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarida, davlat idoralarida va ijtimoiy soha obyektlarida hamda aholi xonadonlarida energiya tejamkorligi va samaradorligini yanada oshirishga erishilyapti. Jizzax shahar prokuraturasida energiya resurslaridan oqilona foydalanish va ularni behuda sarflanishini oldini olishga qaratilgan idoralararo ishchi guruhi faoliyati tashkil etildi. Aynan Jizzax shahrida 233 million kub tabiiy gaz, 385 million kilovat soat elektr energiyasini iste'mol qilish prognozi belgilangan. Aynan iste'mol prognozimizdan kelib chiqib 12 million kubdan ortiq tabiiy gazni iqtisod qilish, 19 million kilovat soatdan ortiq energiya, ya'ni elektr energiyasini iqtisod qilishni biz rejalashtirib olganmiz. 7000 kilovatdan ortiq quyosh panellari o'rnatish rejalashtirilgan bo'lsa, 4 oy natijasi bilan 3800 kilovatga yaqin biz quyosh panellarini o'rnatishga erishdik. Elektr energiyasini tejashga qaratilgan 28000 litr hajmdagi geliokollektorlar o'rnatilishiga erishdik. Bundan tashqari 86 dona reaktiv kompensatorlar o'rnatilishiga erishdik. Shuningdek, tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha 1567 ta xonadonlar 2 bosqichli tizimga o'tkazilgan bo'lsa, 4000 dan oshiq xonadonlarga iqtisod qilinishi nazarda tutilgan garelkalar o'rnatib berilishi ta'minlandi. Joriy yilning 4 oyida 512 ta reyd tadbirlari o'tkazilib, 5,3 milliard so'mlik zararlarni aniqlaganmiz. Bu borada aybdor shaxslarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy va jinoiy javobgarlik masalalari hal etildi. Ayni kunlarda gaz ta'minoti sohasini kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari boshlangan. Mavjud gaz taqsimlash qurilmalarini modernizatsiya qilish, xizmat muddatini o'tab bo'lgan jihozlarni almashtirish natijasida aholiga barqaror gaz mahsulotlari yetkaziladi va ta'minotdagi ortiqcha yo'qotishlar hajmi qisqartiriladi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 1-aprel kunidagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishini oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi 133-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan kunlik so'rov asosida nazorat tadbirlari o'tkazilmoqda. Elektr energiyani iqtisod qilish bo'yicha 19300 kilovat quyosh paneli, 215900 litr hajmda geliokollektor, 253 dona reaktiv kompensatorlar o'rnatilgan. Tabiiy gazni iqtisod qilish bo'yicha 21315 ta xonadonlarga 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. 22737 ta xonadonlarga tejamkor garelkalar o'rnatilgan va 5000 dan ortiq boshqa tashkiliy tadbirlar amalga oshirilgan. Natijada elektr energiya resurslari iste'molidan o'tgan yilgi tafovutga nisbatan ancha kamayishi kuzatilmoqda. Yil boshidan reyd tadbirlari natijasida 4633 ta holatda jami 36 milliard so'mlik zarar aniqlanib, aybdor shaxslarga tegishli tartibda qonunda belgilangan jazo choralari qo'llanilmoqda. Jizzaxda tabiiy gazni 2025-yilda prognozga nisbatan iqtisod qilishning maqsadli ko'rsatkichlari belgilangan bo'lib, unga ko'ra joriy yildagi iste'mol prognozi 880,6 million kub metrni tashkil qiladi. Shundan 80,5 million metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish belgilangan. Joriy yilning 4 oyi davomida 33,5 million kub tabiiy gaz iqtisod qilindi. 1960-yillarda sherda gaz o'tgan edi yer ostida. Turbalar o'tgandi, suvdiki teshildi, bir-biridan suv chiqib ketdi. Masalan, mana shu turbalarimiz yer ostida gazimiz ham yonmay ham qolgan vaqti bo'ldi, suv chiqib. Qishda ham qiynalganimiz yo'q, gazda muammo bo'lgan yo'q. Yozda ham o'sha muammo yo'q. Suvitlarimiz hammasi yaxshi. Mana masalan, mahallamizda mana yangi mahalla qurilyapti. Obodonlashtirilyapti. Mana shu yigitlarga rahmat.
yomg'ir deb ishlayapti. Qor degan yo'q, kelishib, tekshirib turishadi. Rahmat shularga shuncha darajaga yetkazganiga. Mana hozir turbalar o'tkazdi havodan. Aqlli cho'chiklar qo'yib berdi. Undan xursandmiz. Yangi girplar qo'yishdi bir 20 kunlar bo'ldi-yu. To'xtamay sherda shular, gazchilarimiz. Rahmat shularga, shu yigitlarga rahmat. Shuncha darajada olib kelib xalqni farovonligini o'ylagani uchun ming rahmat shularga. 2 bosqich tizimga o'tilib, masalan, hozir hamma narsa joyida. Hisob-kitoblarimiz ham buning uchun hech muammo yo'q. Biz iste'molchilar ham gazdan tejamlik bilan foydalansak, o'sha o'zimizga foyda. Tejamkorlik qilyapmiz. Bizda oldin pechkalar bo'lardi, peshivarishni hammasini olib tashib, kotellar o'rnatib, mana kotelda iste'mol qilamiz. Jizzax shahri Olmazor massividagi yer osti diametri 159 yuqori bosimli, uzunligi 3.2 kilometr bo'lgan gaz tarmoqlarida rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Buning sababi uzoq yillardan beri ushbu yer osti gaz quvurlarida avariya holatlari natijasida ushbu gaz quvurlarini ta'mirlash o'zimizga reja qilib belgilab olingandi. O'tgan kuz-qish mavsumidan kelib chiqib, hozirgi kunda ishlarni 70% dan ortiq ishlar amalga oshirildi. Buning natijasida ushbu hududdagi 4,5 mingdan ortiq aholi xonadonlarni mavsumda uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlashda o'zimizga reja qilib olganmiz. Shuningdek, viloyatdagi bugungi kunda ma'nan eskirgan gaz taqsimlash punktlaridan 350 dan ortig'ini rekonstruksiya qilinib, zamonaviy gaz taqsimlash punktlari o'rnatildi. Bu ishlarimiz ham davom etyapti. Bugungi kunda Jizzax viloyatida 1100 kilometr yer osti gaz tarmoqlari mavjud bo'lib, ushbu gaz quvurlarining holatini maxsus laboratoriya mashina orqali tekshirishlar davom etmoqda. Bugungi kunda 250 kilometrdan ortiq yer osti gaz quvurlarida o'sha gaz chiqish holatlari aniqlangani zudlik bilan bartaraf etilib, ishlarimiz davom etmoqda. 140 mingdan ortiq yerli xonadon viloyatda mavjud bo'lib, 80 mingdan ortiq xonadonlarga to'liq regulyatorlar o'rnatilib bo'lindi. Jizzax shahar gaz ta'minoti bo'limida 10 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Bugungi kunda jamiyatimiz tomonidan bizga zamonaviy girplar ajratilish boshlandi. Bu zamonaviy girplar juda bizga qulaylik tomonlari avvalgi girplarimizga qaraganda bu avvalgi girplar juda ma'nan eskirganligi sababli ko'p rezbali birikmalardan jumraklari eskirganligi sababli gaz holatlari yuzaga kelardi. Bu girplar zamonaviy girplarimizda rezbali girplar birikmalari juda kam. Ham jumraklari, o'qli jumraklari mavjud emas. Sharovoy jumraklar o'rnatilgan. Bunda gaz holatlari umuman kuzatilmaydi. Jizzax shahar bo'yicha 34 ta mahalla mavjud bo'lib, shundan 4 ta mahallaga xizmat ko'rsataman. Bular Xayrobod, Tinchlik, Hamidonijon, Navoiy. Ushbu mahallalarda 24 ta o'rta bosimli girpi mavjud, 3 ta yuqori bosimli gaz taqsimlash punktlarimiz mavjud. Hovli uylarini 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilgan. Hammasida regulyator qurilmalari o'rnatilgan. Bunda ko'rib turganingizdek rezbali birikmalar mavjud emas. Bunda ham har bittasida zamonaviy girplarimizda manometr kirish chiqish manometrlari mavjud. Jizzaxda yashil energiyaga o'tish va energiya samaradorligiga erishishda quyosh panellaridan foydalanish ommalashdi. Uning afzalliklari davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiya va soliq imtiyozlaridan foydalanish hamda iste'moldan ortiqcha har 1 kilovatdan daromad topish har bir iste'molchiga manfaatli bo'lmoqda. O'tgan dekabr oylarida mana 30 kilovatli quyosh elektr stansiyasini o'rnatdim. 5 million, 6 milliongacha mana energiya mana haqiqatan soliq ulov orqali menga tushyapti kartamga, plastik kartamga. Shunga endi qo'shimcha ravishda Xudo xolasa 50 kilovatli mana tom qismiga o'z yana o'rnatish jarayonlarini o'z boshladim. Mana o'shalarni o'rnatyapman. Prezidentimizning 57-sonli qarorlarida mana hammasini aniq qo'ygan. Haqiqatan 247-sonli qaror Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Bizga shu 1 kilovat elektr energiyani 1000 so'mdan sotib oladi. Haqiqatan ham to'g'ri narsa. Mana 1000 so'mdan har oyma-oy, oyda 25-sida tasdiqlanib, mana shu mablag' 5-gacha o'tkazib beriladi kartalarimizga. Mana o'zimning ehtiyojimdan tashqari 6,5 ming kilovat, 7000 kilovatgacha davlatga shu 1000 so'mdan sotdim. O'zimning ehtiyojimga 10 kilovat, 12 kilovat har kuniga ishlatyapman. Ilgari endi bir kunimga 33-37 kilovatgacha ishlardi. Hattoki men shuncha darajada imkoniyati bor ekanki, buni o'zi mana gazdan ham foydalanmasa bo'lar ekan. Mana shu energiyadan ovqat isitishga ham mana induksion pechlar qo'yib turib, ovqatimizni ham o'shanda pishiryapmiz hozir. Mana gazga buncha ehtiyoj qolmadi hozir mana shu narsada.
Viloyat bo'yicha energiya uzatish qurilmalari va havo tarmoqlarini modernizatsiya qilish evaziga ortiqcha yo'qotishlar oldi olinmoqda. Iste'moli yuqori va tafovuti bor hududlarda doimiy nazorat tadbirlari o'tkazilishi natijasida energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlanib, bunday qoidabuzarliklarga chek qo'yilmoqda. Bu o'z navbatida yashirin iste'molning keskin kamayishiga xizmat qilyapti.